Siz Zamin axborot dasturi bilan tanishyapsiz. O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi Jizzax viloyat bo'limi tashabbusi bilan Milliy gvardiya Jizzax viloyat bo'yicha boshqarmasi hamda Kamondan otish federatsiyasi hamkorligida mahalliy ommaviy axborot vositalari xodimlari o'rtasida kamondan otish bo'yicha sport musobaqasi o'tkazildi. Navbatdagi lavha shu haqda. Jizzax viloyat Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida tashkil etilgan sport musobaqasida viloyatimizdagi ommaviy axborot vositalarining 40 nafarga yaqin xodimlari ishtirok etdilar. Dastlab ishtirokchilarga musobaqa shartlari va sport turi haqida murabbiylar tomonidan qisqacha ma'lumotlar berib o'tildi. Shundan so'ng barcha ishtirokchilar ro'yxatga olinib, oldindan tayyorlov mashqlari o'tkazildi. Shundan so'ng ishtirokchilar navbatma-navbat masofadan turib kamondan nishon sari o'q uzdilar. Har bir ishtirokchi sergaklik va markazni mo'ljallagan holda harakat qildi. Jurnalistlarga nafaqat intellektual salohiyat, balki jismoniy tayyorgarlik ham kerak. Doimo ijodiy namunalarni yaratishda faollik talab qilinadigan kasblardan biri bu jurnalistika. Va bugun yuqori tayyorgarlik va yuqori shukuhda musobaqani o'tkazdik. Yakuniy natijalarga ko'ra hozir hayajonli daqiqalar, menimcha hamma o'zaro shaffof bellashishdi. Bu kamondan otish sport turi nafaqat insondan jismoniy harakatni, shuningdek merganlikni ham, ya'ni aqliy salohiyatni ham talab etadi. Biz jurnalistlar ham aqlimizni ishladik, ham jismonan imkoniyatimizni ham sinovdan o'tkazdik. Eng muhimi bu joyda g'alaba emas. Bu joyda tajriba, ko'nikma almashish va aynan bugun nafaqat ommaviy axborot vositalari, matbuot, nashr, matbuot xizmatlari, ko'pchilik ijodkorlar keldi. Ustozlarni ko'rdik, yangi yoshlarni ko'rdik. Yosh avlodlarni ko'rdik, ular bilan tajriba almashdik, suhbatlashyapmiz, misol uchun tanishyapmiz ko'pchilik bilan. Musobaqa qizg'in va unutilmas daqiqalarga boy lahzalarni tuhfa etdi. Ayniqsa jurnalistlar o'rtasidagi do'stona va murosasiz bellashuvlar ularni ushbu sport turiga bo'lgan qiziqishini yanada orttirdi deyish mumkin. Sport musobaqasi yakunida natijalar e'lon qilindi. Unga ko'ra, o'g'il bolalar o'rtasidagi musobaqada Hudud Gaz Jizzax gaz ta'minoti axborot xizmati rahbari Alisher Zoidov g'olib bo'lgan bo'lsa, xotin-qizlar o'rtasidagi musobaqada Jizzax viloyat teleradio kompaniyasi muxbirlari Bog'dagul Imbergenova va Latofat Murodovanar, 3-o'rin esa Jizzax shahar telekanali bosh muharriri Kamola Rahmonovalarga nasib etdi. G'oliblar tashkilotchilarning esdalik sovg'alari va tashakkurnomalar bilan taqdirlandilar.